رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Ey Robbim, menga hikmat baxsh etgin va meni solihlarga qo'shgin. Yana mening haqimda keyingilar o'rtasida yaxshi gaplar paydo etgin. Shuara surasi 83-84 oyatlar. Yangi O'zbekistonda ulug' allomalarimizning ibratli hayot yo'llari va ilmiy merosini tadqiq etish, ularni xalqimizga, ayniqsa yosh avlodga yetkazish borasida ko'lamli ishlar qilinmoqda. Mana shunday ezgu ishlarning mantiqiy davomi sifatida ko'p yillar din va diyonatimiz yo'lida fidokorona xizmat qilgan ustoz Shayx Yusufxon To'ra Shokirov tavalludining 100 yilligi ham keng nishonlanmoqda. Yusufxon To'ra 1926-yilda Qirg'izistonning To'qmoq shahrida mashhur ulamolar sulolasida dunyoga keldi. U zotning otasi Olimxon To'ra, bobosi Shokirxon To'ra, amakisi Alixon To'ra mintaqa diniy hayotida katta nufuzga ega bo'lgan arboblardan edi. Ilm va taqvo muhitida kamol topgan Yusufxon To'raning qalbida ham yoshligidan ilmga muhabbat uyg'ondi. Uning yigitlik yillari urush davriga to'g'ri keldi. Mehnat frontida xizmat qildi, ammo qalbidagi ilm ziyosi so'nmadi. 1948-yilda Mirarab madrasasiga o'qishga kirib, islom ilmlarini puxta o'zlashtirdi. Keyinchalik taqdir uni Misrga, dunyoga mashhur Al-Azhar universitetiga yetakladi. 1955-61-yillarda ushbu nufuzli dargohda tahsil olib, yurtimizda birinchilardan bo'lib Al-Azhar diplomiga ega bo'ldi. Al-Azhardagi ta'lim uning dunyoqarashini kengaytirdi. Islom ilmlari bilan uyg'un ravishda zamonaviy ilmlarni ham egallashi uning keyingi faoliyatiga mustahkam poydevor bo'ldi. Vatanga qaytgach, Yusufxon To'ra O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining xalqaro aloqalar bo'limiga rahbarlik qildi. Bu davr sovuq urush yillari edi. Din masalasi xalqaro siyosatda nozik va murakkab yo'nalish hisoblanardi. Aynan shu sharoitda Yusufxon To'ra o'zining yuksak bilim va mulohazasi, tillarni mukammal bilishi, muvozanatli pozitsiyasi bilan diniy diplomatiya maktabini yaratdi. U xorijiy delegatsiyalarni qabul qildi, xalqaro anjumanlarda ishtirok etib, muloqotlarni yuksak saviyada olib bordi. Jumladan 1974-yil Samarqandda o'tkazilgan Imom Buxoriy tavalludining 1200-yilligiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada Yusufxon To'ra tashkiliy qo'mita kotibi sifatida mas'uliyatli vazifani yuqori saviyada ado etdi. 1971-yilda Toshkentda Oliy Ma'had, bugungi Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti tashkil etildi. Yusufxon To'ra uning birinchi rektori bo'ldi. Zamonasining zabardast olimi, jonkuyar mudarris va mohir diplomat Yusufxon To'ra Shokirov marhum muftiylar Shayx Ziyauddinxon ibn Eshon Boboxon, Shayx Shamsiddinxon Boboxonov, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf, Shayx Muxtorjon Abdulloh, Shayx Abdurashid Qori Bahromov kabi muftiylarimizga o'rinbosar sifatida faoliyat yuritdi, so'ngra bosh maslahatchi bo'lib xizmat qildi. U faqat rahbar emas, balki ustoz ham edi. Mirarab madrasasi va Toshkent Islom institutida tafsir, hadis, arab adabiyoti va balog'at fanlaridan dars berdi. Yuzlab shogirdlar yetishtirdi. Uning ilmiy merosi ham salmoqlidir. Al-Azhar 1000 yil davomidagi Arab filologiyasi markazi nomli monografiyasi, Islom, iymon, e'tiqod va hayot tarzi nomli asari, Qissai Rabg'uziy tadqiqi, Alisher Navoiy asarlari lug'ati kabi kitoblar uning ilmiy zakovatidan dalolat beradi. Qariyb yarim asr davomida diniy idora tizimida xizmat qilib, islom olami davlatlari bilan munosabatlarda mustahkam ko'prik bo'ldi. Shayx Yusufxon To'ra Shokirov 2000-yil 28-sentyabrda Toshkent shahrida vafot etdi.
Uning hayoti din xizmati, ilm va sadoqat namunasidir. Bugun tavalludining 100 yilligi munosabati bilan biz u zotning boy merosi, yuksak fazilatlari va ibratli hayotini yana bir bor yod etdik. Ustoz qoldirgan ilmiy va ma'naviy meros yangi avlod qalbida yashamoqda. Alloh taolo u zotning oxiratini obod etsin.